Salom do'stlar, kanalimga xush kelibsiz. Uzoq shaharning yangi epizodida bizni nimalar kutmoqda? Serxatning asl otasi kim? Feyyaz qanday xavfli reja tayyorlamoqda? Do'stlar, bularning barchasi sizga ushbu videoda aytib beraman. Avvaliga qisqacha savol: Zerinning Kaya bilan bo'lishi va Aliyaning o'g'irlanmasligini xohlaysizmi? Keyin videoga like bosishni ko'ramiz. Qanchaligimiz shunda bilib olamiz. Demak, kelgusi epizodda voqealar bezovta qiluvchi burilish yasaydi. Enginning rejasiga ko'ra Ali va Deniz bilan birga o'g'irlab ketiladi. Jihanning qarshilik ko'rsatishiga qaramay Engin to'xtamaydi va rejasini oxirigacha amalga oshiradi. Natijada Ali va Deniz o'zlari o'ta xavfli vaziyatga tushib qolishadi va bu yerda ularning hayotlari jiddiy xavf ostida qoladi. Bundan tashqari Feyyazning fitnalari va shafqatsiz harakatlari tufayli Aliyaning ahvoli yanada og'irlashadi. Bilan birga hayratlanarli bo'ladi. Serhat Jihanning o'g'li bo'lib chiqadi. Bu sir oshkor bo'lganida Ali bunga ko'nikib qolmaydi va uni tark etishga qaror qiladi. Nariga kelsak, u abort qilmaydi, lekin uning hayoti xavf ostida qoladi. Keyinchalik u muhim va to'g'ri qaror qabul qilganda vaziyat o'zgaradi. Kaya va Zerinning munosabatlari ham qiyin davrni boshdan kechirmoqda. Kaya juda jahli chiqadi, ammo vaqt o'tishi bilan hamma narsa o'zgaradi. Ayniqsa Zerin unga homilador bo'lishga urinishlari haqida gapirib bergandan keyin. Bu yarashishga qadam bo'lishi mumkin. Sizningcha Ali haqiqatan ham o'g'irlab ketiladimi va bularning barchasi qanday tugaydi? Fikrlaringizni izohlarda baham ko'ring. Hozircha shu do'stlar. Yangi tahlilli va yangiliklardan xabardor bo'lish uchun obuna bo'ling. Like bosing va bildirishnomani yoqing. Ko'rishguncha xayr.